Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun sanamiz 2026-yil 17-iyun sanasiga turibmiz. Koreyskiy Solxyan gidroponika usulida ekilgan bug'doylarimiz umumiy holati. Mana holatda bo'lyapti. Qishdan beri terimdamiz. Bugun ham terim bor, xohlasa. To'g'ri. Mevalari maydalashgan, kunlar isiyapti. Ular charchayapti, qo'rqininglar. Lekin haligacha yangi gul, yangi gulshoda to'xtagani yo'q, terim bo'lyapti. To'xtovsiz terimdamiz, Xudoga shukr. Umumiy maydonimiz 308 sotli maydonga egallaydi. Pishib yetilib yangi gulshoda yangi g'unchalar mana pishib yetilyapti. Yangi gulshoda yangi g'uncha to'xtagani yo'q, Xudoga shukr. Terim to'xtovsiz bo'lyapti. Mana holatda Koreyskiy Solxyan. Yangi gullar. Maylar keldi. On beşta. Qaytib chiqasan da sig'masa? Qiynamanglar uni avval. Akajon, yang'oqqa telefon qo'ying, Arkasi edi. Ketmaydimi? Bo'ldimi? 6 ta qoldi. 6 ta bo'lsa. Olib ko'ring, sekin toshimiz bo'lsam. Menga 2 tani bering. Aha. 2 tani bering. Mana bu yoqqa. 2 tani bitta tashlaysizda yana bitta. Maktuba xola. Ha. Maktuba xola. Yo'q, sig'maydi u. Ana. Endi uni ozdi ham bermanglar, qo'limga. Xola. Ana Endi bu. o'zi 4 ta qoldimi? 4 ta qoldi, chiqamiz unisiga. 2 marta chiqdi. Bering. Shunaqa. Bittasini bering. Sig'am bitta? Ha, sig'diramiz. Chiqsin-e. Alashlar, ha. Mana shu. Ichiga tushib qolmaydimi? Ha, ana bo'ldi. Ko'chatlarga zakaz olamiz. Kimga Koreyskiy Solxyan shunaqa ishonchlisi, garantiyalisi, uzoq muddat, ya'ni qishdan bahor, yozga, kuzgacha xudo xohlasa harakat qilamiz. Kuzda ham terim qilishga. Boradigan ko'chatlar kerak bo'lgan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib qolasizlar. Zakaz olish boshlandi ko'chatlarimizga.